Assalomu alaykum akalar ukalar. Xudo xolasa mana yana bir obyektimiz konteyner materiallardan xudo xolasa tayyor holatga olib keldik. Bu obyektimiz eniga 12,5 metr, uzunasiga 15,5 metr. Bu obyektimiz konvert holatda bo'ldi. Bu obyektimiz uyning usti. Ko'rishingiz mumkin. Darvozaxonadan ko'rinish holatlari. Hozir ichkaridan ko'rinish holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Mana ichkaridan ko'rinish holatlari. Stakalarimiz mana burchaklarni chiqarishyapti. Xohlasa shu ikkita firmachasi qoldi. Xudo xohlasa shu firmasini qo'yish bo'lsa tugaydi ishimiz. Bu obyektimiz 12,5 ga 16 metr joy 33 millionga shu holatga kelyapti mana. Shipraga tayyor holatga olib kelib qo'ydik. Reykasini yog'ochdan qilaman deganim uchun reykasini temirdan qo'yib bermadik. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.